Bilasizmi, Pokiston yer ostida millionlab tonnaga teng ko'mir zaxirasi bor. Eng yirik ko'mir koni Sindh viloyatida joylashgan bo'lib, uni Tixar koni deb atashadi. Bu yerda zaxira shu qadar kattaki, u kelasi 170 yil davomida mamlakatni elektr energiya bilan ta'minlay oladi. Faqatgina Tixar konining o'zida 180 million tonnadan ortiq ko'mir bor. Ammo uni olib chiqish oson emas. Ishchilar 200-300 metr yer ostiga tushishga majbur. U yerda sharoit esa juda xavfli. Havo yetishmaydi, juda issiq va kislorod darajasi ham past. Har yili Pokistonda taxminan 3,5 million tonna ko'mir qazib olinadi. Lekin uni asosiy qismi elektrga emas, balki zavodlar, sement ishlab chiqarish va g'ishtxonalarga ishlatiladi. Endi savol, sizningcha bunday ulkan zaxiralarni elektr energiya uchun ko'proq ishlatish kerakmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. 4 fasl jamoasi quyidagi xizmatlarni taklif etadi: landshaft dizayn, archa va o'simliklarga shakl berish, tabiiy sun'iy gazonlar ekish, avtomatik sug'orish, doimiy va bir martalik qaruv. To'liq ma'lumot olish uchun video ostida telefon raqamlarini qoldiramiz.